Har bir orzuning boshlanishida birinchi qadam bor. Kimdir bu qadamlardan qo'rqadi, kimdir esa ularni imkoniyat deb biladi. Bugun siz bilan bo'lishayotgan hikoya aynan shunday jasoratli bir yigitning yo'li haqida. Ahmadjon o'tgan semestrda Impact Consulting xizmatlaridan foydalandi. Nufuzli POSCO grantini qo'lga kiritib, ayni damda Sunkyunkwan universitetining sun'iy intellekt sohasida magistraturada ta'lim olmoqda. Endi u bu yerda nafaqat o'qiyapti, balki ilm-fan bilan ham shug'ullanmoqda. Laboratoriyada tadqiqot olib borib, kelajakka dadil qadam qo'ymoqda. Bu nafaqat uning yutug'i, balki biz uchun ham ilhom manbaidir. Chunki biz uchun har bir muvaffaqiyat orzular, mehnat va to'g'ri yo'l tomon tashlanayotgan dadil odimlashdir. Assalomu alaykum, hurmatli Impact Consulting YouTube kanali a'zolari. Ayni damda biz hozirda nufuzli bo'lgan Sunkyunkwan universitetining Seul kampusiga tashrif buyurdik. Boisi aynan mana shu universitetning magistratura bosqichiga Impact Consulting orqali bir yurtdoshimiz o'qish uchun kelgan, ya'ni POSCO granti orqali kelgan va bugungi videoda sizlar bilan aynan mana shu universitet haqida ta'lim, undan tashqari qanday qilib POSCO granti orqali Koreyada magistraturaga o'qishga kelish haqida batafsil video olmoqchimiz. Inshaalloh juda ko'pchilik uchun manfaatli bo'ladi. Videoni oxirigacha tomosha qiling. Agar ma'qul topsangiz, like bosib, podpiska bosishni ham unutmang. Xo'p, demak, assalomu alaykum, hurmatli Impact Consulting YouTube kanali a'zolari. Yana bir bor ta'kidlab o'tganimizdek, biz ayni damda Seul shahrining Sunkyunkwan universitetidamiz. Ya'ni Sunkyunkwan universitetining Seul kampusida aytib o'tganimizdek, bugun Ahmadjon aka bilan sizlar uchun manfaatli bo'ladigan bir kontent qilmoqchimiz. Ahmadjon aka, avvalambor o'z haqingizda batafsil obunachilarimizga aytib bersangiz, undan so'ng savollarga o'tsak bo'ladi, xolasa. O'zim ham aytib bersam, ismim Ahmadjon va aytganlaridek Sunkyunkwan universitetida magistraturada birinchi kursda o'qishni boshladim. O'tgan semestrdan bahor 2025-yildan va o'zim O'zbekiston Qashqadaryo Qarshi shahridanman. Rahmat katta batafsil ma'lumot uchun. Ahmadjon aka, birinchi o'rinda biz orqali keladigan talabalardan tashqari doimo Koreyaga kelayotgan talabalardan savol beramiz. Ya'ni nima uchun Koreya, misol uchun juda ham ko'plab davlatlardan O'zbekistonning yoshlari Yevropaga, Amerikaga, Avstraliyaga harakat qilishadi. Siz nima uchun Koreyani tanlagansiz? Shu haqida dastlab gapirib bersangiz. Koreyani tanlashdan maqsad endi avvalambor hammasi shu moliyaviy tomonga borib taqaladi. Amerika yo Angliyani top universitetlarda o'qish xohlayotgan odam u 100 ming, 200 ming dollarlar kontrakt to'lashlari u hammaga to'g'ri kelmaydi. Va Yevropa va Osiyodagi universitetlar ancha hamyonbop. Shu maksimal bo'lsa bir semestrda 5 mingdan ortiq bo'lmasa kerak. Agar borsa 10 ming, 15 ming atrofida bo'ladi yillik. Shu sababdan ancha qulayroq grantlari Koreyadagi top universitetlar, undan tashqari Koreya davlatining o'zini grantlari ancha yaxshi. Shu sababli Koreyani tanlaganmiz. Nima Yevropani tanlamadik? Yevropadagi muhit sal to'g'ri kelmaydi o'zbeklarga. Chunki ulardagi muhit bilan Koreyadagi muhitni solishtirsak, Koreyadagi muhit ancha o'zbeklarga to'g'ri keladigan, o'zbek mentalitetiga to'g'ri keladigan muhit hisoblanadi. Shuning uchun ham Koreyani tanlaganmiz. Juda ham soz. Xo'p, adashmasam siz Qarshida o'qigansiz, bakalavr. Qarshi Toshkent Muhammad Axborozov nomidagi Toshkent Axborot texnologiya universitetida shu 4 yilimizda bakalavrda o'qiganmiz. Juda ham yaxshi. Xo'p, Koreya universitetlariga kelishda siz bilan juda ham ko'p ishladik. Adashmasam 1-2 yildan beri siz bilan tanishmiz. Dastlab Ahmadjon aka birdaniga Sunkyunkwan universitetiga kelmaganlar, ular dastlab Suwon shahridagi Aju universitetiga kelganlar. Undan keyin bir semestrdan keyin Sunkyunkwan universitetiga transfer qilganlar. Keling birinchi o'sha Sunkyunkwan va Aju o'rtasidagi farqni solishtirib bersangiz. Hammamizga ma'lum, o'zi Aju universiteti ham unchalik past darajadagi universitet emas, lekin Sunkyunkwan universitetining darajasi ancha yuqori.
va bu ikkisini solishtirganda siz qanday farqlarni sezdingiz, misol ta'lim darajasi bo'yicha, bu yerdagi imkoniyatlar umuman Umuman solishtirayotgan bo'lsak, Aju universiteti va undagi o'qitish sistemasi bizani o'zimizni O'zbekistondagi davlatdagi universitetlardagi o'qitish sistemasiga o'xshab ketadi qandaydir tomonlama. Sungukvanda o'qish sistemasi boshqacharoq. Asosiy farqi, men Ajuda bir semestr o'qigan bo'lsam, shu Aju o'qigan davrimda shu 4 yo 5 ta fanimiz bor edi. Shu 4-5 ta fanni shu qachon dars qo'yilgan bo'lsa, leksiya qachon bo'lsa, o'sha vaqtda borardik, leksiyaga o'tirib, darsni qilib, yana qaytib shu o'zimiz ishimizni qilganmiz. Bu Sungukvanda esa meni o'zi 3 ta fanim bor. 3 ta fanim gohida onlayn, gohida offlayn bo'ladi. Asosiy urg'u bu yerda ko'proq researchga qaratilgan, tadqiqot qilishingiz kerak. Paper chiqarib, undan tashqari shu oxirida tezis yozib, shu deb o'zimizni diplom zashtada qilishingiz kerak bitishingiz uchun. Yana bir tomoni Ajuda tezis yozishingiz yoki yozmasligingiz o'zingiz tanlaysiz. Bu bir semestr o'qigan, 2 semestr o'qiganingizdan keyin 3-semestrda xohlasangiz tezis yozish yo'nalishiga o'tib mumkin. Masalan, bu tezisni yozishga o'rgatayotgan fanlar bor. O'sha ikkita fanni olganingizdan keyin oxirida tezis yozib bitirasiz. Va o'sha fanlarni olmasdan oddiy o'zingizni o'qitayotgan doimiy fanlarni olib, o'qishni shu kreditni to'plagan holatda bitirishingiz mumkin. Oxirida tez diplom zashda bo'lmaydi. Sungukvanda majburiy diplom zashda amalda bo'ladi. Shu bitirish chog'ida ham qancha ko'proq paper chiqarsangiz, qancha ko'p patentlar olsangiz, ishingiz yaxshi bo'lsa, bitirish vaqtida ham shu diplom zashda vaqtida ham muammo kamroq bo'ladi, chunki requirement bitta yo ikkita shu paper chiqarilayotgan jurnalda mavqeyi, reytingi ham qarab, bitta yo ikkita requirement magistr talabalar uchun iloji bo'lsa shu requirementni bajarishdan tashqari undan ortig'i bilan bajarishingiz kerak. Masalan, 3 ta yo 4 ta chiqarib qo'ysangiz, u shu 2 yil davomida yaxshi ko'rsatkich hisoblanadi. Shuning uchun ham ko'proq researchga fokus bo'ladi bu yerda. Juda ham yaxshi. Xo'p, keling endi shu o'rinda hozirgi Sungukvandagi sohangiz haqida ham aytib bersangiz. Ya'ni siz ingliz tili bilan kelgansiz va English trackda Artificial Intelligence adashmasam shu sohada o'qiysiz va shu sohada olib boriladigan ta'lim dasturi, ta'lim bosqichlari, undan tashqari o'zi qanday bu yerda, aynan siz sohangizda o'qish, umuman sohangiz bo'yicha ham aytib bersangiz ozroq. Soham aytib bersam, o'zi bakalavrda men axborot xavfsizligida o'qiganman. Cyber security. Magistraturada Applied AI da o'qiganman. Chunki men o'qishga kirish davrimda eng ilmlar, masalan, large language modellar va ChatGPTga o'xshagan modellar eng rivojlanayotgan davr edi. Undan ko'rinib turib, kelajakda ko'pincha software yoki shunga o'xshash boshqa dasturiy ta'lim ITdagi sferalarda talab kamrayishi aniq edi. Shu sababli yo axborot xavfsizligiga cyber security davom ettirish yoki AI da o'rganish kerak edi. Shu sababli men axborot xavfsizligidan bilimim oz bo'lsa ham bo'lgani uchun, men bakalavriat bo'lgani uchun shu magistraturani Applied AI da o'zim sinab ko'rmoqchi bo'ldim. Va o'qish sistemasiga kelayotgan bo'lsak, men magistraturada o'qiyotganligim sababli bu yerda noldan AI da o'rgatilmayapti. Shu AI da rivojlantirish, AI da shu odamga qanday ta'siri va shunga o'xshash fanlar bor. Fanlarning ko'pi, yana ko'pi deya olmayman, lekin 40% ingliz tilida o'tiladi. Koreys tilida ham o'tiladi. Endi agar ham ingliz tili ham koreys tilini bilib kelayotgan talabalar ancha yaxshi, chunki koreys tili fanlar ham ancha nima bo'ladi. O'qish ishlash darajasi, ishga kirish vaqti ham ancha foydali, chunki bu yerda real experience bo'ladi, teoriyada yaxshi bo'lasiz, baribir kodingni yaxshi bilgan bilan uni ortidan nima bo'lishini, shu AI qanday ishlashini bilmasangiz, u men kodingizni yaxshi bilganingiz bilan u oxirgi darajaga chiqib keta olmaysiz va junior deb bilashingiz mumkin. Medial va senior darajaga chiqishingiz qiyin bo'ladi. Shu fanlarimiz go'yo koreys tilida, go'yo ingliz tilida bo'ladi.
fanlarni o'qitishimiz lecture asosida bo'ladi. Professor kelib, o'z mavzuni tushuntirib beradi, yoritib beradi. Keyin aytganimdek, bizani o'qish researchga ko'proq fokus bo'lgani uchun biz shu o'qish davrida ham fanlardan qanaqadir bir paperlarni analiz qilib chiqamiz. Nima uchun paper yozildi, paperda salohiyat qanday, nimani yoritib berildi. Shu narsani o'rganamiz. Juda ham soz til bo'yicha gapirib o'tdingiz. Biz ham juda ham ko'plab talabalarimizdan so'raymiz. Bundan tashqari Koreyaga kelmoqchi bo'lgan talabalardan ham so'raymiz. Ayniqsa ingliz tili bilan kelgan talabalar bu yerda language barrier, ya'ni o'sha til to'sig'iga to'g'ri kelishadi. Sizda qanday bo'ldi mana shu bosqich? Misol, endi baribir Koreyaga ingliz tili bilan kelish bu ta'lim borasida muammo bo'lmaydi, lekin bu yerda yashash, bundan tashqari endi baribir ko'pchilik part-time ishlaydi. Part-time ish topish yoki shunga o'xshash jarayonlarda koreys tilini bilmasa juda ham qiyin bo'lishi mumkin. Aynan mana shu bosqich sizda qanday o'tdi? Ya'ni koreys tiliga ko'nikish, bundan tashqari Koreya madaniyati, Koreya muhitiga ko'nikish. Shu boradagi qiyinchiliklar bo'lsa agar, uni ham aytib o'tsangiz, keladigan talabalar aynan mana shu qiyinchiliklarga tayyor bo'lib kelishsa, men o'ylayman foydali bo'ladi ko'pchilik. Qiyinchilik bo'ladi. Mani maslahatim iloji bo'lsa koreys tilini o'rganish kerak. U aniq, chunki men salkam shu avjuda bir semestr o'qiganman, hozir semestrim tugadi, 2 semestrdaman Koreyadaman. Koreys tilim nolsa ham bo'ladi. Endi salomlashish yoki men ko'cha-ko'yda yurganda yoki qanaqadir do'kon-po'konda kirganda buni mana tushuntirib bera olamiz, lekin bu yetarli emas. Gaplasha olmaymiz, to'g'ri gaplasha olmaymiz, to'g'ri tushuna olmaymiz. Shuning uchun harakat qilamiz koreys tilini o'rganishga, vakillar o'qish bilan, research bilan bo'lib, uni eplashimiz halicha noma'lum bo'lib turibdi. Oxirigacha o'rganishimiz. Language barrier shu aytganlarda o'qish territoriyasida, universitet ichida ingliz tilida ishingizni bitira olasiz bemalol. Lekin u o'qishdan tashqariga chiqqaningizda hayotda u ingliz tili umuman foyda bermaydi. Endi biz ingliz tilida kelganmiz, endi oldimizda har doim telefon turibdi. Telefondan shu yozib, tushuntirib kunimiz ko'ramiz. Ajoyib. Xo'p, endi keling suhbatimizni asosiy bosqichiga o'tamiz, ya'ni POSCO scholarship haqida. Chunki Ahmadjon akamiz Koreyada Sunkyunkwan universitetida ayni damda POSCO scholarship stipendianti hisoblanadi. Ahmadjon aka, qanday bo'ldi o'zi buni yutish jarayonlari? Nimaga qiyinchiliklar, siz akademik yutuqlaringiz o'zi qanaqa bo'lgan? Chunki bu nufuzli scholarship har kim ham ola olmaydi, sanoqli odamga beriladi. Aynan mana shu scholarship ustunliklari, nimalarni qoplashi, undan tashqarisi o'zingizda qanaqa yutuqlar bo'lgan, shu haqida ham agar sir bo'lmasa aytib bersangiz, ko'pchilikka foydali bo'ladi, chunki topshirayotganlar baribir bor. POSCO o'zi Osiyo talabalarini Koreyada o'qishini sponsorlab qildi. Umumiy 50 ta talaba beradi. Bu davlatga bo'linmagan, masalan, bitta davlatga bitta kvota, ikkita kvota deb ayta olmayman. Endi lekin oxirgi vaqtlarda O'zbekistonda ikkitadan tushyapti. Masalan, 25-yil 2 kishi O'zbekistonda 2 kishi olgan, 24-yil ham O'zbekistonda 2 kishi olgan, 23-yil ham undan oldinlari bitta kishi tushib qolgan, to'g'ri. Endi aniq ayta olmayman, ikkita kishi aniq oladi, lekin shu umumiy Osiyo bo'yicha nechta davlat bo'lsa, shuncha talabadan, shuncha kandidatdan 50 tasiga sponsorlik qiladi. Uni foydali tomonlari kelganingizdan keyin koreys tilini qoplab, koreys tilini o'rgatishga yordam beradi. Chunki mana biz ham Sejong institut bilan hamkorlikda shu koreys tilini o'rgatish bo'yicha onlayn kurs bor. Onlayn kurslar bor. Undan tashqari shu o'zingizga levelingiz tekshirish uchun koreys tilini ekzamenlar bo'ladi. Unda qatnashishingiz mumkin. Undan tashqari har oy oylik stipendiya beradi, 1 million won. Insurance, bilasiz, Koreyada tibbiy sug'urta majburiy, shu tibbiy sug'urtani qoplab beradi. Yana nima foydali tomonlari bor. Shu o'qishingizni kontraktini, asosiy o'qish kontraktini qoplab beradi. Eng zo'r joyi shu. Kontraktga siz ozod bo'lasiz, undan tashqari o'zingizda oylik xarajatlaringizni qoplash uchun o'zingizga pulingiz bo'ladi. Shu sababli ham total fokusda faqat o'qishga yoki research qilib bo'ladi. Uni yutishdagi qiyinchiliklarimiz, endi boshdan boshlayotgan bo'lsak,
mani aniq bitta akademik ko'rsatkichim mana shu grantga tushishga sababchi bo'ldi deyolmayman, chunki bundan oldin ancha universitet topshirgan, o'zingizlar bilasiz. Shu to'rtta universitet topshirdi, ulardan rejissyon oldik. Undan tashqari man JKSga ham harakat qildim. JKSda ham birinchi etapidan o'tib, ikkinchi etapidan qaytib keldik. Hujjat qilamiz. Eng asosiysi esa o'qishga topshirasiz yo JKSga topshirganingiz bilan shu reja bo'lgandan keyin uni sabab ko'rsatilmaydi. Qaysi sababdan, nima uchun siz dokumentlaringiz keyingi bosqichga o'tmaganligi. Va mani yutuqlarim aniq bittasini aytolmayman. Shu IELTS'im 6 yarim edi, postga requirement 6. IELTS required, IELTS kerak. Bundan tashqari o'zimning sertifikatlarim bor. Endi IT'da o'qiganman. Yo'nalishim IT bo'lgani uchun IT bo'yicha sertifikatlarim bor edi. Xalqaro sertifikatlar, undan tashqari O'zbekistonda ham shu Rektor stipendiya a'zosiman, yutib olganman stipendiyatman. Yana maqolalarimiz bor, bir ikkita maqola chop etganmiz, lekin maqolalarimizni postga hujjat topshirmaganman. Uni asosiysi professorni topshirganman. O'qishga kirish vaqti kerak degan. Endi nima desa bo'ladi? Sababini qilsa, odamga peshonasiga yozilgan bo'lsa bo'ladi. Chunki men xuddi o'sha dokumentlar bilan JKS topshirganman. Undan tashqari Qo'qon universitetiga topshirdi, top 100 talikda turibdi. Undan tashqari boshqa universitetga topshirdi, men top 5 talikda turgan universitetga topshirdi. Ulardan rejection bo'lib qaytib keldi, xuddi o'sha dokumentlar. Xuddi o'sha dokumentlar bilan postga topshirdi. Endi nasibamiz bor ekan, postga yutib oldik. Endi essay muhim, lekin essay muhim chunki har bir universitetga, har bir grantga har xil essay yozilgan. Endi essayimiz bilan yutdi, ketdi ham deya olmayman, lekin essayda qanaqadir qiymati bor. Agar til sertifikati requirement darajada bo'ladigan bo'lsa, endi GPA ham hisoblanadi. Adashmasam 85% dan yuqori bo'lishi kerak edi. GPA to'g'ri keladigan bo'lsa, shu hamma requirement bajarganingizdan keyin essay qancha yaxshi yozadigan bo'lsa, shu yutish ehtimoli ko'payadi. Katta suhbat ham bo'ladi. Suhbat bo'ladi. Deadline'lar may oyida hujjat topshiriladi. May oyida hujjat topshirilgandan so'ng, adashmasam iyul oylarining oxirlarida menga xabar keldi. Birinchi etapdan o'tdik, suhbat bo'ladi, suhbat kuni tanlandik. O'zlari option berishadi. Masalan, 2-3 kun ichida soatini o'sha kunini aniqlab yozib bersangiz, o'sha Toshkentda ham Postkoda Postko juda katta kompaniya. Asosiysi metallurgiya bilan shug'ullanadi. Undan tashqari IT, ishlab chiqarish, sanoat, hammasida bor yo'nalishlari. Dachaniya firma deyiladi. O'sha Toshkentda ham qaysidir o'sha Postkoda firmasi bor. Tekstilniki nima. O'shandagi direktorlar bilan suhbat bo'ladi. O'shandagi vakil odam O'zbekistonda kandidatlar bilan suhbat qiladi. Onlayn suhbat bo'ladi. Suhbatimiz shu iyul oxiri avgustda bo'lgan bo'lsa, keyin javobi shu sentabrda, 31-avgust, 30-avgust oxiri sentabr boshida chiqadi. Ajoyib. Ko'pchilik topshirish niyatida bo'lganlarga albatta bu scholarship uyish nasib qilsin deb qolamiz. Xo'p, Ahmadjon aka, kelajakdagi plan, maqsadlar qanday? Misol uchun o'qishni bitirgandan keyin Koreyada qolmoqchimisiz yoki O'zbekistonga qaytmoqchimisiz? Shu haqida ham. Hozircha planlarimiz aniq emas. Ikkita plan bo'yicha o'rtada qolganmiz. Ikkita plan, birinchisi shu magistraturani bitirib, shu Koreyadagi IT kompaniyalarga ishga kirish. Ikkinchi tomondan shu universitet yaxshi, top universitet. Shu top universitetda PhD qilish ehtimoli bo'lib turibdi. Agar magistraturada researchlarimiz yaxshi bo'ladigan, ko'rsatishlarimiz yaxshi bo'lsa, qolib yana PhD ham davom ettirish imkoniyatimiz bor. Shuni ham o'ylab turibmiz. Aniq aytolmayman qaysi biri bo'ladi. Yo magistr bitirib ishga kirish, yo PhD qilish. U baribir ikkalasida ham Koreyada qilamiz. Juda asos. Xo'p, Koreyaga kelayotganlarga, misol uchun yangi bakalavriga, magistraturaga topshirayotgan talabalar, xususan aynan Tsinghua emas, boshqa universitetlarga ham nimalarni ko'proq tavsiya berasiz? Nimalarga ular ko'proq tayyor bo'lib kelsalar, mana shu boshida aytib o'tirgan qiyinchiliklarni nisbatan osonroq yengib o'tishadi. Va undan tashqari, bizning xizmatlarimiz, Impact Consulting xizmatlaridan mamnunmisiz? Qanday
xulosa qildingiz bizni xizmatlarimiz boshqalarga tavsiya berasizmi? Umuman mana shu haqida aytib o'tsangiz, undan so'ng menimcha suhbatimiz yakunlasak bo'ladi. Birinchi savolingizga javob berib aytsak, o'rganayotgan narsa u maqsad aniq kelishi kerak. Chunki men bir semestr bajida o'qigan bo'lsam, u yerda men kontraktda o'qiganman. Stipendiya bermasdi, kontrakt to'laganmiz, 50% kontrakt to'laganmiz. Shu sababli o'zimiz qoplashimiz kerak edi. Teng bolali karsini bilmasdan kelganmiz. Ish masalasi ozroq qiyin bo'lgan. Uydan ham pul chaqirganmiz. Shu sababli agar maqsad aniq bo'layotgan bo'lsa, yo aniq o'qishga kelish kerak, yo aniq ishlashga kelish kerak. Bu ikkalasini bittada olib kelish bu imkonsiz. Teng bolali yaxshiroq agar o'qiyman deb kelayotgan odam baribir yaxshi universitet topshiradi, top universitet topshiradi, u yerda o'qish sistemasi boshqacha. Unda grantda yutib qolishingiz uchun u holat tushib ketmasligi kerak. U postgraduat ham shunday. GPAlar tushib ketib qolsa, u bir semestrga amalga tashlaydi, stipendiya bermaydi. Yana davom etayotgan keyingi semestrgacha o'tsa agar grant to'la to'xtatib qo'yishi mumkin. Shuning uchun agar top universitetda o'qiyman deb kelayotgan odam ham o'qish ham ishlash u imkonsiz. Chunki yaxshiroq o'qish kerak. Bu yaxshi o'qish uchun vaqt ko'proq o'qishga ketadi. Ishga vaqt bo'lmaydi. Shu sababli 100% grant yutib kelgan ma'qul, ancha yaxshi. Ishlaman deb kelayotganlar endi hamma vaziyatga agar oddiyroq universitet topshirib, kamroq universitet topshirib, o'qish kamroq qilib ishlasa bo'ladi. Unda ham markasini bilish kerak. Yana nima desa bo'ladi? Impact Consulting'dagi jarayonlarga kelayotgan bo'lsak, men boshida to'rtta universitetga hujjat topshirganmiz. To'rtta universitet shu Ajudan javob kelib, Aju kirganimizdan so'ng ham postgraduat yutib olganimdan keyin ham postgraduat javob aytganda 1-sentyabr chiqqan. 1-sentyabr chiqqandan so'ng baribir keyin universitetga hujjat topshirishimiz kerak. Shu sababli yana sizga bildirib hujjatlarni taxlatib O'zbekistondan yana Koreyaga olib keltirib universitetga hujjat topshirdik. Endi birinchi boshda siz bilan ancha yaxshi ishlab, chunki nima bo'ladi? To'rtta universitet aniq bo'lishimiz kerak. O'shanda sizning maslahatlaringiz, research qilib, bir yordam berib, mana portfoliyomga yarasha universitetlarni tavsiya qilganingiz yaxshi bo'lgan. Ular topshirdik. So'nggi postgraduatdan keyingi jarayonga kelayotgan bo'lsak, bu postgraduat o'zi aniq 7-8 ta universitet aniq shu Koreya top 8 ta universitetda topshirib, ulardan aytmish olishingiz kerak. Shu sababli o'sha universitetlarga hujjat topshirdik. Jarayonlar yaxshi, hammasi tez, o'z vaqtida bo'ldi. Qoniqdik, boshqalarga ham tavsiya beramiz. Bugungi mana shunday kunda dam olish kuniga bo'lishiga qaramasdan vaqt ajratib mana shunday foydali suhbat berganingiz uchun sizga ham rahmat. Sizga ham o'qishlaringizga, ishlaringizga omad tilaymiz. Nasib qilsa mana shunday yurtimizdan ko'plab talabalar Koreyani shu Sunkyunkwan universitetiga o'xshagan nufuzli, kuchli universitetlariga Moskovdagidek yuqori darajali scholarship stipendiyalar bilan kelib, bu yerda ta'lim olib, kelajakda yurtimiz uchun, ummat uchun foydasi tegadigan kadrlar bo'lib yetishlikni barchalarimizga nasib qilsin. Hop, Impact Consulting YouTube, Telegram, Instagram kanallaridan uzoqlashmasliklarini so'rab qolamiz. Mana shunday foydali kontentlarni sizlar uchun qilishdan hech qachon charchamaymiz. Kuninglar xayrli va barakatli bo'lsin. Rahmat katta. Onajonaga rahmat katta.